3 etajdan sohilan 2 xonali kvartirani sotuvga chiqargan kelib turibmiz. Assalomu alaykum vatandoshlar. Umumiy maydoni 58. Shu 60-58 kvadratli uylarimiz, g'ishli uylardan gazi bor, suvi bor, sveti bor, hammasi tur abay qilingan. Pardagilamdan qoladi. Kvartiradagi mebel va bitovoy texnikalar kelishuv asosida qoladi. Zudlik tugib qoladi. Hozir biz turgan xonamiz katta mehmonxonamiz, ya'ni zal hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, pardagilamdan qilingan, tayyor kirib yashashga. Eng asosiysi sanozil alohida. Keling operator, mana bu tashqi eshik bilan tashqi eshikdan koridor, to'g'ri kelsak spalni. Spalni xonadagi mebellar kelishuv asosida qoldiriladi. Kerak masalan ochib ketadi, kerak desa pulni kelishamiz. Eng asosiysi mana o'ngga qayrilsa tashqi eshikdan sanozil alohidaligiga e'tibor beringlar. Gaz bor, suv bor. 5 qavatli domlar 3-etajda. Ko'xinli mebellar juda qimmat, $2000 ga sotilgan dedi. Ko'rishimiz mumkin. Akrildan yasatilgan va mana bu yerga katyollar qilingan. Quruvchi topshirgandan keyin ancha qo'porib remont qilganman deyishyapti uydagilar. Laminatlar bormi? Nima bo'lsa hammasi вообще chotki. Mana bu qarang, oshxonada balkon joylashgan, maqsad qilmoq, chunki oshxonada ovqat hidi bo'ladimi, gaz hidi bo'ladimi, tashqari chiqib ketadi uy bekalari uchun. Umumiy maydon 58 kvadrat tashkil etib uyimizni boshlang'ich to'lov 350 million so'm deb baholandi. Bankda qarzi bor 250 million so'm, ofis so'mi 600 million so'm deb baholandi. Kimga qanaqadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirilgan nomerlarga zudlik aloqa chiqinglar. Kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin. Mana shunaqangi uyingizda yurgan tanishlar bo'lsa, jo'natib qo'ying.